Sizlarga harakiri qilishni o'rgataman. Aylandan chiqamiz. Voy, yana ikkitasi ketdi. Voy, yomon bo'ldi lekin. O'rtoqlar, barchalarga salom. Xullas, bugun sizlar bilan YouTube kanalimizda PUBG ga o'xshash o'yin Blood Strike o'yinini o'ynab ko'ramiz. Uzgur aka bilan, ya'ni Texnoquloq bilan. Xo'p, men sizlarga hozir gapirib aytadigan narsam, bu o'yinda xuddi PUBG dek bo'ladi. Endi o'yinning davomini xullas ko'rib borasizlar. Pak o'yinni ham boshladik. Mana kadrlarda ko'rishingiz mumkin. Xuddi PUBG ga o'xshab ketadi, lekin sal fantastika joylari bor, lekin grafikasi menga yoqadi. Qani o'yinni boshladik, unda play bosamiz. Hozir mana ikkalamiz o'ynaymiz biz. Hamda animatsiyalar qo'yib qo'yganlar. Mana keyingi chiqqan personaj hali beri qanaqa funksiyalari borligini to'liq bila olmadim. Qani hozir qo'yilsin. PUBG dan ko'ra oxirgi paytda mana shu o'yin menga yoqib qoldi. Agar sizlar ham kompyuteringizda yoki telefoningizda bo'lsa mana shu o'yinni o'ynasanglar bo'ladi. Nikimni ko'ryapsizlar, Mo'min Off nikim. Shunga bemalol druzga tashlab birga o'ynasak bo'ladi. Eng zo'r taraf qarang. PUBG da misol uchun boshqa PUBG ishlatadigan, PUBG ni kompyuterda o'ynaydigan odam alohida anonni o'ynaydi, faqat kompyuterdagi bilan. Bunda shuni yaxshi tarafi kompyuterda o'ynaydimi sheriki, telefonda o'ynaydimi, hammanglar birga o'ynasanglar bo'ladi. Misol uchun telefonda o'ynayotgan kompyuterdagi odam bilan birga o'yna oladi. Shunisi zo'r. Ekosistemasini zo'r qilgan. Xohlagan odamingiz bilan ularni o'ynasangiz bo'ladi. Xo'p, mana Texnoquloq uzguragan birinchi o'rinda ekan. Men levelim hali ancha tushib ketib qolgan, 48, mana 97. Agar Texnoquloq birinchi o'rinda bo'lsalar, bu o'yinda o'zgarib ketib qoldi. Mana boshqasi kirdi, mana 2 ga tushib qoldilar. Endi aytmoqchiman, agar Texnoquloq birinchi o'rinda bo'lsalar, bemalol birinchini olamiz demoqchi edim. Endi sal o'ylanib qoladigan vaziyat bo'lyapti. 107. Xataba bir ola olamiz. Mana qarang, bunaqa funksiyalar bor buni. Mana V ni bosadigan bo'lsam, mana odamlar ko'zini ko'rib qo'yadi. Mana Q ni bosib, mana narsani qo'yadigan bo'lsam, mana qaranglar, o'zim bilan birga uzoqlashadi. Mana nechidir sekund turib beradi bu, 30 sekund. O'sha payt menga kimdir otsa, mana shu o'qib ta'sir qilmaydi hech kimga. Mana bundoq qilib boylab qo'ysam bo'ladi bu odamni ham. Mana keladi, mana ham boylab qo'yamiz. Mana ketdi. Hammasini qotirib tashlaymiz. Xullas shunaqa. Mamta hozir kirganlar urushyapti. Tezroq o'yin boshlansa zo'r bo'lardi. Xo'p, mana hozir 65 ta, 17 ta komanda bo'ldik. Mana chap tarafda ko'rsatyapti. Xullas mana hali aytganimdek PUBG da ekan, onson. Qaysi? Yo'q-ku? Sherigigan plyusi bor ekan. Hozir men qotirib qo'yganini ko'raman. Chunki bu giroyda adashmasam, yo 2-chi yo 3-chi marta o'ynashim. Xo'p, mana. Ishkal bo'layotgan joyga tushamizmi? Конечно, ishkal bo'layotgan joyga tushamiz. Chunki bizga action kadrlar kerak. Yo'q, hozir bittada o'lib ketamiz yoki YouTube qahramon bo'lamiz. Qani ketdi mana. Xo'p, agar mana shu Blood Strike yoqadigan bo'lsa, mana shunaqa o'yinlar haqida videolarni chiqarib turamiz. Hozir chunki kanalda bu yangi video o'yin bo'yicha. Xo'p, mana tushyapmiz. Shunga endi reaksiyalarga qarab, agar sizlar like bosib, podpishka qilsanglar, zo'r bo'lib ketadi. Hop, hozircha jimjitlik. Mana Uzgurak yurtbilan naryoqda. Uzguragani bitta yomon odatlari bor. Endi bitta odam o'ldirayotgan paytinglar, yarimta joni qolganda o'ldirib qo'yadilar-da, o'zlariga kill chopib olib, postoyanno MVP oladilar. Qachon deydilar. Hop, mana qurollarni yaxshisini oldik. Mana bitta ranglar ko'rinyapti, qurollar ko'ryapsizlarmi? Agar qizil bilan sariq bo'ladigan bo'lsa, eng kuchli, ani uronni kattaroq yechadigan qurollar bo'ladi. O mana bunaqa hunter olish joyi bor. Bunda kartaga o'xshab turadi. Hozir mana Uzguraga oldilar, hunter bizada. Bitta odamni qo'lab borasizlar. Voy, snayperni ham chopib ketdingiz, okey? Mana aytdim, snayperlarni uni chopadilar. O'sha hunterga gapiryaptim. Hunter olsanglar mana kartada ko'rsatadi. O'sha boshqa komandadagi odamni bittasi qatib yurgani. O ana bittasi ketdi. Eng zo'r tarafi qaranglar. Ana bunaqa fatality qilish yoqadi menga ko'proq. E'ni bosaman deb tursan, fatality qilib yuboraman. Xo'p, mana hozir. Voy. Bunisi mana ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy odamlar bular botlar emas, chunki hozir tushuvdi, qo'lda hech narsasi yo'q edi. Rossiyalik odam ekan. Voy. O ana. Sizga yozildi faqat. Ko'rdinglarmi? Ozgina joni qoluvdi, Uzgurak o'ldirib qo'ydi, Uzgurakga yozildi. Ular zo'rlagan anaqa action o'yinlar, qaranglar mana. Mana PUBG dan zerikkanlar bo'ladi-yu. Mana o'ynasanglar mazza qilasizlar. Bu ichkarida ishkal bo'layotgan ekan. O'qlab olamiz. Ha, targetni o'ldirdilar. Xo'p, qani pullarni yig'ishimiz kerak. Mana qadam eshitilyapti qatdan. Qani bu endi? Tomga tushdimi deyman. Voy.
Voy, men yotib qoldim. Yotqizdingizmi? U ana. Turg'iz yuboring. Ana, bekor qo'ying. Mana joningizni plus qilib turadi, xavotir olmang, okay? Voy, yomon yotib qoldim lekin. Ana uni bekor qo'ying, otib tashlasam bo'lar ekan. Hop, aptechkaga olamiz. Yaxshiroq qurollar bo'lsa olamiz, o'qib bor ekan. Bitta odam ko'p edi lekin bor-ku. Mana pulni aytib pul olish kerak, chunki magazindan narsalar olsanglar bo'ladi bu yerdan ham. Hamma narsa zo'r ekan lekin, qara. Boylab yurar ekan. Mana tugab qoldi, yana aptechka qilamiz. O'yinni boshidan o'lib ketamizmi? Dotdim, yaxshi o'zgarga qutqarib qoldi mana. Shuning uchun iloji boricha bitta sheriginglarni olsanglar, sheriginglar bilan yaxshi kelishib o'ynaysizlar. Mana hozir bizning komandadan bittasiga target tushirishdi. Hali yetgan narsa ham targetni bu yoqdan boshqa komandalar ham bizga target bersa bo'ladi. Hop, mana buni olsanglar, magazindan bu manba. Ustidagi zashtasi. Mana shu 5-level bo'lsa gold bo'ladi. Uncha-muncha odam sizni bittada o'ldira olmaydi. I patrollarni olamiz. Mana bu narsa bo'lsa, mana shpris yotib qolgan paytingizda haligidagi o'zingizni turg'izsangiz bo'ladi. Sherigingiz bo'lmasa. Agar sherig topa olmasangiz, mana shprisdan olib o'zingiz turg'izsangiz bo'ladi. Hop, hozircha qurollarim sal oddiyroq ekan. Pulim yo'q chunki mana biz ham hunter oldik. Hop. Yaxshiroq qurollar bo'lsa, bunaqa sariq yonib turgan sandiq ichidan bunaqa qimmat qurollar chiqadi. Uni alishtirib olsanglar, mana pritsillari bo'ladi, yaxshi bo'ladi. PUBG'dagi bunda o'zingizlar pritsill alishtira olmaysizlar. Hali aytganimdek, qurolni rangiga qarab tanlab olasizlar. Bunda ham mana zona keladi, sariq zonalar kelyapti. Hop, endi hozir men tepaliklarga borib ko'ramiz. Mashinada pastda o'zimiz yuribdi, o'zgar aka. Yo'qna qolaqani. Maka bu jimjitga o'xshayapti. Parashyut ochamiz, yuraveramiz. Mashinalarga yurish sotib qo'yadi-da ko'p paytda, bor-ku. Bittada eshitiladi mashinada. Ha. Chiqamiz. Mana aylanaylikchi yo'q-yo'qlarni. Maka jimjitlik orada bir qizib qoluvdi. Endi ikkita dona kill qilma. Ha? 300 metrmi? Peshkom boramiz. Mana zona 300 metrda. Kuzatib boringlar aka. Endi sekin hozircha jimjit bo'lib qoldi. Ham gapirib, ham o'ynash qiyin ekan, bor-ku. Hop, naryoqda mana drop tushgan. Bunda ham xuddi shunaqa drop bor PUBG'dagi. Blood Strike dan. O'yin nomini esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Blood Strike. Iloji bo'lsa bu joylarga chiqarib ham qo'yaman yoki boshida videolarni ham ko'rgansizlar. Buni Steamdan tekin yuklab olsanglar bo'ladi. Play Marketda ham tekin, App Store'da ham tekin, hamma joyda tekin. Hop, naryoqda qayerdadir mana ishkal bo'lyapti. O'na ham bitta odam yurgan ekan. Mana bu yoqqa boraylik. Yo'q, ko'pchilikmi? Kelsangiz uni beraveraman. Ani qini bosadiganni. Bo'l qini bosib hammasini o'ldiramiz. Mana ketdi. Yotqizdik bittasini. Ha? Voy. Yotib qoldim. Ana og'ir vaziyat. Shunaqa payt o'zinglarni o'ldirib yuboringlar, yeni bosib. Faqatgina jalka bo'ladigan narsa bu yerda qurolli o'qlaydi. Boshidan tushsa bo'ladi. Agar mana yo'q deb sheriginglar hatto bittasi tirik qolgan bo'lsa ham. Men uni ta'sir qiladimi desam, snayper kuchli ekan. Mana qizil ekan. Qizil snayper ekan, meni o'ldirgan odamniki. Mana boshidan tushamiz. Endi ham sheriklar oldiga tushamiz. Agar bunaqa begona sheriklar bilan tushsanglar, iloji boricha ularni o'qimaydi, oldinglarda yurmaydi. O'zini yonidagi sherik bilan yuradi yoki o'zi alohida yuradi ko'pincha. Biz mana bu yoqqa tushamiz. Hozir ko'ramiz endi. Bu yoqdan normalniy qurol topib olsak bo'ldi. Lekin naryoqdagi komandalar sal kuchliroq ekan. Tomda odam bor ekan, tomda ikkita ekan, voy. Sizlarga harakiri qilishni o'rgataman. Mayda, chiqamiz. Voy, yana ikkitasi ketdi. Voy, yomon bo'ldi lekin. Pichoqda hal qildim. Double kill bo'lib ketdi. Voy, qurollari zo'r ekan, skinli qurollar ekan. Takoy zo'r zapis bo'ldi lekin bor. Mana haliga hunter ko'rdinglar? Bu hunter emas, endi zadaniya bajaradigani ham bo'ladi. O'zi ustiga yozib qo'ygan bo'ladi. Endi hozir men bilib tushadi, qasosini olgani hammasi. O'qlab olamiz, qurollar zo'r ekan lekin. Voy, gap yo'q qurollariga. Drop ochib chiqargan ekanlar. Bu odam yoqqa o'taylikchi. Mana grafikasi lekin zo'r. O'yinning fizikasi ham yaxshi. Menga yoqadi, zeriktirmaydi odamni. Kuniga yo'q deganda 3-4 marta o'ynaysiz o'tkazib olganlardan keyin. Hop. O'rtoqlar, hop, nima qilamiz? Narsalarni yig'amiz. Men qurolni olmaylar lekin. Pulemyot вообще rasvo. Sekin o'qiladi. Qurollarni to'plab, sekin o'qiladi. Otishni boshlaydi xullas.
Jimjitlik paka, ana tushdi, ana tushdi, ana tushdi. I smell death in the air. Voy baxki. Me. Voy, meni yotqizib qo'ydi. I will. Voy, keling. Voy, mana. Jonim kam qoluvdi. Men uni o'ldirib olmadim. Drabavik olgan ekan. Drabavik kuchli ekan. Mayli, necho. Hozir o'zimni lootlarimni yig'ishtirib olaman. Hali so'yganimni qasosini oldi, lekin so'ya olmadi. Hop. Qani ko'raylikchi. Shoqo tez. Hop, qaranglar mana. 6 ta komanda. Qolmiz 18 ta odam. O'sha pastga oxirlab qopti o'ynab. Qani oxirda qiziq bo'ladi lekin. Hop. Yo'q. Tamam, ana sariq qurollarni oldim, polni, hammasini yig'ishtirib olaman. Buni ham to'pladim. Hop, buni o'qlaymiz. Hop. Ana. Sekin endi boshladik jangni. Hatto yuribdi bular endi. Mashkartadami hamma? Hop. Men hozir levelimni oshirib olishim kerak. Magazin topishim kerak yaqinroq joyda. Haliga aytgan narsamni olishim kerak. Sizlarga ko'rsatdim. Broni jilet. Shuni olishim kerak. Qatta. Snayperlar mana buni olsa, Evoni. Mana sheri yotib qoldi. Qattandir xullas bostirib kelishyapti lekin. Snayper bor ularni menimcha. Ko'rinmayapti lekin. Mana shu odam borga o'xshayapti. Eng qizig'i ularni qolgan sheriklari tepadan tushishi ham mumkin agar o'lgan bo'lsa u yoqda. Mana drop tushdi. Dropga borib P90 olsammikin? Voy, drop ochilmabdi hali. Voy, ola olmas ekanman. Ha? Yo, men yoqqa ham tushdi, hozir kimdir chaqirdi. Ketdik. Qani? Kerak emasmi ana u yordam super silasi? Qarang, yotib qolsangiz lekin. Siz meni kim etib turg'izsiz? Hop. Atkas qilamiz, kerak emas ekan, qochib ketibdi o'sha. Bu ana tushdi naryoqqa, qorib olgan uni ustida. Qorib olish skinida. Hop, bu yoqqa endi super silamizni bitta ishlatib olamiz. Qani bu endi? İşgal davom etyapti u yog'ini. Your fear is deafening. I smell death. Voy. This isn't over. I will Yotdimi? rise again. Ana. İki kishi yotdi, ikkitaki. Yeni bosib borib o'lib olamiz. No'jit yutishimiz mumkin, chunki 5 ta komanda qoldi. Eski kuchli narsalarni yig'ishtiramiz. Voy, men buni quroli vobshe kuchli ekan-da. Buni otgunimcha. Voy, 30 sekund tushirganmiz. Men qolganlarning puli bormi-kin bizani tushirib yuborsa? Voy, tushirib yuboraqa. Voy, olib o'tadigan qurolni ko'rdinglarmi? Achota kamida bir 2-3 o'rinni olamiz bu ketishda. Voy, men vobshe F'ni bossanglar sheriginglar tushirib yuborish kerak deb puli bo'lsa. Voy, tushirdi, malades mujik. Mujik ekan. Voy, men ishkal bo'lyapti. Ishkal bo'lmayapti. Hamma yoqda ishkal bo'lyapti. Qo'limizga yengil qurolni olamiz endi, bu yoqda boshqa iloji yo'q. 40 ta dona o'qib bor ekan men buni. Hech kim bo'lmadi. Parashyut kimga tushdi tepaga lekin. Series zona boramiz. Voy, yot! Voy, onasini emsin, jonini. Pulingiz bormi? Tushirib yuborsiz meni? Men tirik qolib berib turing endi. Bitta so'yib yuborsam bo'lardi mana shuni bor-ku. Voy, yana haliga o'ldirdi meni. Cheater. Hali cheater demay, quroli kuchli ekan. Men ana 6-level qilmodim gold qilib hali. Pul yig'ing, pul. Voy.
40 sekund, 40 sekund. Voy, oting, voy. Voy, cho'tki yana. 30 sekund turib bersangiz bo'ldi. The safe zone has been redefined. Voy. Bo'ldi, mana o'rtoqlar, mashoki yetib kelamiz уже. Tugadi. Men tushdim уже. Men tushishga uspet qilmadim. Mana 10 sekund qolib ketdi. Xullas, mana o'yinda 3-o'rinni oldik. Agar mana shunaqa o'yin kontentlar chiqib turishini xohlasanglar, mana MVP Uzgur aka bo'pti. Men adashmasam nechta kill qildim? 10 ta kill qilibdi Uzgur aka, men 4 ta kill qildim. Xullas, yana shunaqa videolar chiqishini xohlasanglar, like bosib qo'yinglar. Keyingi o'yin qanaqa o'yin bo'lishini xohlaysizlar, shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Blood Strike sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta kirib o'ynab ko'ringlar, druzya tashab qo'yinglar. Hali zo'r videolar oldinda. Kanalga podpiska tashab qo'yinglar va o'yinga qiziqadigan do'stlaringizga mana shu kanalimiz silkasini tashab qo'yinglar. Hammanglarga rahmat.